10 yoshli bola metal arifmetikadan sovrinli birinchi o'rinda olib, uydagilarga muzlatgich sovg'a qildi. O? Nima qilyapsan? Kung Fu'ni o'rganyapman. Undan ko'ra metal. Ha? Mental arifmetikani o'rganasan. Nimani o'rganding? Savol bering. 2 ni ko'paytirib 5 ga qo'shgan 10 ni, ayirgan 20 ning javobi? Nima? Yo'q, hisob kitob bilmayman, faqat qiliqdan o'rgandim. Bunday qilarkan. Ingliz tili fanidan birinchi o'rinda olgan yoshlarimizga avtomobil sovg'a qilindi. Metaningni yig'ishtir, ingliz tilini o'rganasan. O'g'iltoy, dars qanday bo'ldi? Nimani o'rganding? Oh my god, come on, yes. Juda tanish so'zlarda qayerdadir eshitganman. Yangiliklar bilan tanishing. Jim. Yosh bokschi Qulpiddinga 2 xonali uy sovg'a qilindi. Nima? Ingliz tilingni yig'ishtir. Boksni o'rganasan. Dada, televizorda nimani aytdi? O'sha o'rganavermayman-ku. Nimadir dedingmi? Yo'q, o'zim tog'ma bokschiman. Seni uyda o'zim shug'ullantiraman. Ur! Dada, doktorga bormaymizmi? Bog'lab qo'ydim-ku. Ayamda shtonni bog'lab qo'ydingiz-da. Ko'p gapirma, tep. Boksyorlar tepmaydi-ku. Seni ustun tarafing ham shunda bo'ladi, tep. Salom alaykum. Nima bo'ldi? Oyog'im sindi. Boyka! Televizorimiz qani? Televizorimiz o'g'irlab ketibdi, yaramaslar. Mayli, internetda yangisini olarmiz. Kerak emasdir. Dada, kerak emas. Zo'rda olamiz. Kerak emas. Mana bu televizormi? E'lonni o'chirish esimdan chiqib ketibdi-ku. To'poy. Men og'riydi-ku.